Yo, buni 900 dan qilib bera olmayman, lekin narx вообще tushib ketganda. O'tkazavar 900 dan hisoblab berasiz, shuni. Endi nima sotmagan, sotib o'shanda. Endi ko'tarilib qolardi. Yo'q, endi o'sha payt 900 ming edi, aka. Hozir 850 dan, u 850 dan bugun qimmat bunga, aka. Просто mayli endi klientsiz o'shanga 850 dan qilib berdim. Ma'mularingizni o'sha aytganimdek toshiga minus qilib 8 dan hisoblayman, aka. Mana yangi holati yaxshi bo'lganiga shularni hisoblab ber. 21 million 500 bo'lgan bo'lsa, bularimiz. Endi hisob. Xo'p, men buni aytdim, aka, qarang. Xo'p, toshi buni. Tak, men zirigiz 01 dan 02, 03 и men bu bekitib qo'ygan toshi bo'ladi-da, mana bu krujokda. 0.35 chiqadi, o'sha 0.65 minus qilaman. Bo'ldi, vesidan hozir mana shular. И buni grammini 8000 dan qilib beraman, aka. Brilliantlarni qo'rqmasdan qo'yib qo'yibsiz, bir ikkitasini olib qo'ysin. Brilliant emas, aka, oddiy fionit tosh. 2883 minus 0.65. Bu baytramizda 800 dan. 22 milyon 544 ming chiqadi. 22 milyon 550 ming. 22 550 plus 21 500. Bo'lsa 44 milyon 50 ming bo'tdi. Tekis 44 milyon qilib beraman, bo'ladi, aka. 44 milyon 100 bering. Bo'ldi, aka, xo'p. Yo'q, fionit bu, aka, mana buni arsanikini chiqaruvdim-da. Mana mashina toshlari edi. 13 nechidir gramm edi toshlari bilan. Mana ko'rdingizmi? 10.05 tillasi qoluvdi. 1 grammcha chiqsa kerak, shuncha. Yo'q, 3 grammdan. Общий vesi 13 nechidir edi. Qo'yib ko'ring, taroziga ko'rasiz, aka. 13 to'rmida, 13 5mida shunaqa edi. Tak sizga 44 million 100 berishim kerak, 20, 40. Qiziqamiz dedi. Qo'yib ko'ring, aka. Ko'rdingizmi? Mana yana bittasi bor. 13.51 chiqdi, ko'rdingizmi? 3,5 gramm tosh chiqdi, aka, bittangizdan ham. Iloji boricha toshsiz narsa olish kerak. Bu yerda 40 million, sizga 4 million beraman. И mana 4 million 100, aka, общий 44 million 100. Sog' bo'ling, aka. Ko'rasiz xizmatni shotdan. Agar sizlarga ham mashaq qilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.